Assalomu alaykum. Nurmatdin Mo'min yana sizlar bilan navbatdagi she'rimni e'tiborlaringizga havola etaman. Bo'lmasa hech amal agar so'zimizni, mol dunyo aylasa ko'r ko'zimizni, uraversak zalolatga o'zimizni, jannat eshiklarini qo'yamiz yopib. Shaytonning poyiga poyandoz solsak, izmidan chiqmasak, so'zlarini olsak, nafs sirtmog'iga ilinib qolsak, jannat eshiklarini qo'yamiz yopib. Yaxshilik qilmoqqa yaramay qo'ysak, boylik uchun do'stning ko'ksini o'ysak, vafo qilmasak, bepichoq so'ysak, jannat eshiklarini qo'yamiz yopib. Yashayversak bo'lib nafsimizga qul, qolamiz botib botqoqqa butkul, ikki dunyomizni aylagaymiz kul, jannat eshiklarini qo'yamiz yopib. Mag'zini chaqmasak hikmatin dono, Nur Muhammad izlamay mazmuni ma'no, qilaversak takror gunohlar yana, jannat eshiklarini qo'yamiz yopib. Nurmatdin Mo'min, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.